transferdan oldin, ya'ni embrion transferidan oldin nimalarga ahamiyat berishim kerak degan savol kelib tushibdi. Transfer muvaffaqiyatli bo'lishi biz bilgan va bilmagan ko'pgina omillarga bog'liq va eng asosiy zaruriy narsalardan ikkitasi bu bachadon ichki qavati, ya'ni endometriy, ya'ni embrionni kelib tushadigan ko'rpachasi chiroyli bo'lishi kerak, sog'lom bo'lishi kerak va albatta ekadigan embrionimiz ham sog'lom embrion bo'lishi kerak. Xo'p, transferga tayyorgarlik ko'rayotganingizda birinchi o'rinda albatta reproduktologingiz bergan tavsiyalarga aniq amal qilishingizni tavsiya etgan bo'lardim. Ya'ni belgilangan dorilarni o'z vaqtida, kerakli miqdorda qabul qilishni nazoratingizga oling. Ikkinchisi albatta uyqu rejimi. Endometriyni qalinligi uyquga juda ham bog'liq sanaladi. Shuning uchun transfergacha va undan keyin soat 10, uzog'i bilan 11 gacha uxlab olishingizni tavsiya etgan bo'lardim. Uyquni davomiyligi 6-7 soatdan kam bo'lmasligi va uzluksiz bo'lishi maqsadga muvofiq. Yengil harakatda bo'lib turing, doimiy ravishda har kuni 8000, 10000 qadam yuring. Tabiiy mahsulotlar bilan ovqatlanishga harakat qiling. Agar sizda shamollash yoki boshqa yondosh kasalliklaringiz yuzaga chiqsa, yaxshisi transfer amaliyotini bekor qilishingizni tavsiya etgan bo'lardim. Undan tashqari, albatta gumoningizni, niyatingizni yengil qiling. Men albatta shu usuldan homiladorlikka erishaman degan ishonch hosil qiling. Yana nima edi? Va transferdan keyin qimirlamay yotishni to'xtating. Aslida transferdan keyin ham yengil harakatda bo'lishimiz, har kuni qanaqa yashayotgan bo'lsak, shu rejimda yashashni davom etishimiz kerak bo'ladi. Barchangizga muvaffaqiyatli transfer tilab qolaman. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Foydali maslahatlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.